Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda Xiva Kosmoboddan birinchi etajda 48 kvadratli 2 xonali kvartiramiz sotib chiqib turibdi. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, bu tomonimizda Qurbonota maktab, banda sport zalni orqa tomonidagi отдельный bo'lib turgan o'sha 4 etajli domni birinchi etajidagi chap tomondagi kvartiramiz. Bu tomonga yetadigan bo'lsak, banamizda уже Kosmopoliknikasini yonboshi. Ben tomonda уже Sultan Süleyman Toza to'yxona tomoniga keta boshladingiz. Bir de o'zi ko'rib turganingizdek 4 etajli domda yagona bo'lib turibdi o'zini. Bu yoqlarimizdan 4 etaj dom. Bu yoqda 3 etaj ekan. Birinchi etaj ko'rib turganingizdek 3 tane aynasi bor. Bu yerda gaz va suvdan hech qanday muammosi yo'q. Albatta ko'rganingizdek, bu yerdan buzilgan огород. Taqlab bersa bo'ladi. Yangi ichan tomondan sizlarga полностью obzorlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Plus birinchi etajdagi og'alarimiz uchun sizlarga yana bu yerdan podval ham qo'shib beriladi. Ya'ni qishni kunlari kerakli narsalaringizni bu yerdan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yon tomonda уже yoski proxod, orqa tomondan ham giraverish joyi bo'ladi va bu yon tomondan ham giradon joyingiz bo'ladi. Chiqanimizning chap tomondagi birinchi xonadonimiz. Bu yerda 4 tane xonadon. Girib kelganimizdan bu yerimizda уже bizani laminat, bu yerimiz proxod joyimiz. Devorlarimiz oboy bo'lgan, eshiklari ko'rib turganingizdek qo'yilgan. Bu yerimiz tualet, bani hamda kuxnyamiz bo'ladi. Agarda to'g'ri girsak, bu yerimiz zal, mehmonlarni kutib oladigan bir joy. Bemalol lazzatib, mebellaringizni akkab o'tirish shart emas. Ko'rib turgan hamma narsa shu yerda qoladi. Bir televizor akkab berasizlar, bo'ldi, ko'rpa döşek. Perdalari qo'yilgan. Bu yoqimiz o'zi ko'cha qaragan tomoni. Ban tomonimizda bizning bir spalnyamiz bo'ladi. Bu yerda ketadigan narsa quri. Hozir birinchisi shu ko'rpa döşek imdi. Ko'rpachalari ketadi. Qolgan spalnya mebellari qoladi ekan. Yashash uchun tayyor. Narxına keladigan bo'lsak 265 milliondan kelishiladi. Ozgina kelishiladi do'stlar. Ben tamamen öteden bulsak bizning sannoyzilimiz villarimiz уже yine pliteden unitazlarımız var, foliuş rakaminalarınız, aynaları ne bir de yine vannanız baygan. Kuxnyaya keladigan bo'lsak, kuxnyamizda ko'rib turganingizdek kuxonniy mebel, bu yerda yana gaz plitangiz bor, 4 ko'zli, stenoy kachol qo'yilgan. Va birdan o'sha ikkinchisi xolodilnik ketadi ekan bu yerdan. Qolgan ko'rgan hamma narsangiz qoladi do'stlar. Videoning oxirida aytib o'taman. Bu уже uyimizni 255 milliondan so'rab turibdilar egalari. Shu narxdan sal baland bo'lsa kelishiladi. Davaytdilar. Bemalol telefon bog'lanaversa, gaz va suv, aytganimizdek internet hech qanday muammosi yo'q. Banamizda tualet banimiz, kuxnyamiz, har bir giravesh xonamizda eshiklari qo'yilgan, oboy urilgan. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar do'stlar.